sizlar ovqatinglarni vaqtida yeyishinglar uchun, oilam ovqatini vaqtida yeyish uchun men hali abitam qilmagan insonman, men xudbin emasman. O'zi ishlashga loyiq bo'lib turib ayolini ko'chaga chiqarib qo'yganlar xudbin, men xudbin emasman. Farzandlarini ko'chaga tashlab boqmayotganlar xudbin, men xudbin emasman. Alimentdan qochib yurganlar xudbin, men xudbin emasman. Hamma ona sevgisi haqida gapiradi, lekin hech kim otani qurbonligi haqida hech kim gapirmaydi. Oilasini boqayotgan erkak hech qachon xudbin bo'lmaydi. Men xudbin emasman.